Dasturimiz davom etadi. Prezidentimizning 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq Qorovulbozor tumanida ham samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Mahallalar nafaqat yashash manzili, balki hayot kechiradigan, farzandlar uni bo'sadigan va oilalardagi ijtimoiy ma'naviy barqarorlikni ta'minlashga hissa qo'shadigan hududdir. Shu boisdan ulardagi xavfsizlik bu hayot farovonligining muhim asosi sanaladi. Prezidentimizning 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori esa bu maqsad yo'lida ishlarni yanada takomillashtirishni belgilab berdi. Mazkur qaror asosida Qorovulbozor tumanida ham tegishli soha vakillari hamkorligida manzilli ishlar olib borilmoqda. Muhtaram Prezidentimizning qarorlari ijrosi doirasida tumanimiz hududida joriy yilning 1-chorak davomida 50 dan ortiq kuzatuv kameralari o'rnatildi. O'rnatilgan kuzatuv kameralar asosan o'sha mahallaning aholi gavjum joylarida, mahallalarning asosiy kirish-chiqish joylarida, ko'p qavatli uylarning kirish hovlilarida o'sha PTZ kameralarimiz, shuningdek ko'p qavatli uylarning asosiy kirish qismlari, ya'ni pod'ezd qismlarida shaxsni yuz qismidan tanib oluvchi kuzatuv kameralari o'rnatildi. O'rnatilgan kuzatuv kameralari Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasining tezkor boshqaruv markaziga integratsiya qilindi. Hozirgi kunda mas'ul xodimlar tomonidan doimiy ravishda kuzatuv kameralari orqali mahallalardagi vaziyat o'rganib borilmoqda. O'rnatilgan kuzatuv kameralari hozirgi vaqtda bizni xizmat faoliyatimizda o'zini o'sha ijobiy samarasini berib kelmoqda. Shuningdek, hududda xavfsiz va obod mahalla tamoyili asosida 2026-yilning 2-choragi uchun mo'ljallangan manzilli chora-tadbirlar yo'l xaritasi belgilab olingan. Yo'l xaritasi asosida mahallalarda nizoli notinch oilalar, nizoli qo'ni-qo'shnilar, mahallalardagi ishsizlarni ish bilan band qilish, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, tuman ichki ishlar bo'limida raqamli hisobda turgan shaxslar bilan amalga oshiriladigan ishlar barchasi qamrab olingan. Albatta, amalga oshirilayotgan bu tadbirlar hududlardagi osoyishta va farovon muhit barqarorligini ta'minlashda muhim omildir.